Assalomu alaykum qadrli parvoz aka ukalar. Yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Ma 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 ma. Xullas, hurmatli aka ukalar, ozgina safarga chiqib ketadigan bo'lib qoldim. 1-2 oyga men kaptallarni sotib yengillatib yuborish kerak. Qolganlarni tarqatib yuborib ketaman. Ishqibozlari bo'lsa, sotiladiganlari bor ichida. Xo'p, pullarini aytib qo'yaman bir boshdan. Yurib aytaman, 100 mingdan 500 minggacha bor jupi. Kimga nima zarur bo'lsa beramiz, xudo xolasa. Xijolat qilmaydi, hammasi uchqur, o'yinchi uchqur narsalar to'plangan. O'zimiznikilar bo'lsa kelib ko'rib olishaveradi. Hammasini haydab beraveraman. Olaman deganni haydab beraman. Battan endi men o'zim 100% ishonch bilan aytadiganlarim, mana oq sochlar qattiq uchadi, o'ynab uchadi. Mana bir jup soch o'shna qattiq o'ynab uchadi. Mana sayrayotganlar bilan u paypali moda 1-2 kunda tuxum qo'ysa kerak o'zi. Keyin mana oq sochli bolasi, mana u chiqqan birinchi partiyasi tindiryapti hozir mana shu juvona ham. Oqarib ketsa kerak, ancha oqaradi bu. Zo'r uchyapti, chiroyli o'ynab uchyapti ashkaptaram. Ma 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 ma. Xullas 20-gacha zarur odam 20-gacha telefon qilsa chiqarib beramiz dastavka qilib. Dastavkasi pulli o'zidan. Xullas, xijolat qilmaydigan narsalar. Mabodo o'ynamadi, uchmadi desa qaytarib olaveramiz keyin kaptarni. Kerak bo'lsa 2 baravar qilib to'lab qaytarib olaman. Yigit kishini labzi. Ma. Mana shu bir jup go'zal o'ynab uchadi, ham zo'r par bo'lgan. Mana moda bilan. Mana nari. Lisi qora soch. Nari ham chiroyli aylantirib o'ynaydi nari ham. Bular qo'shnimda uchayotdi, bular men olib chiqqanidan. Ma 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 ma. Telefon nomer 91 673 33 63. Kaptarlar Marg'ilonda, ismim Ibrohimjon. Olaman degan odam telefon qilsin, yengilroq qilib beraman. Xullas, mana oq sochlarning ham modasi bor, xuddi bunaqa modasi bor. Xuddi mana shunaqa qora sochdaqa moda bor. Oq sochli jupi. Tayyor tuxum bosib yotibdi ular ichkarida. Modasi. Anjomlar bor keyin. Bu ham yaxshi, 20 minut, yarim soat uchib tushyapti. 15 kundan beri haydayapman xullas buni ham. O'zim yoqtirib oluvdim, xullas chiroyli tekis narsa. Ma. Safarga chiqib ketadigan bo'lib qoldim. Mana shu 1 oy Qozog'istonga chiqib kelaman. 1 oy, 1,5 oylik ishimiz bor. Ishini tugatib kelaman. Ma ma ma. Qoradum Pokistonlardan bir 3-4 jup o'rtalarimga berib ketaman, alohida qilib. Keyin yana qaytadan boshlayveramiz, xudo xolasa ularni. 1-2 jup uyda yurib turadi, bola boqayotganlar bor. Mana dumi qoralarning bolasi bor. Keyin yana 1-2 jup Pokistonda bolasi vashilar qoladi. Qolgan hammasini chiqarib yubormoqchiman. Zarur odamlar bo'lsa, so'rashsa, xudo xolasa qilib beramiz.